Tiringi so'katday bo'lib turib bitirgan shuni qarang. Trend qilyapmi? Hozir shunaqa qilsa rekka chiqibdi-ku. Bunaqa befam qiliqlaringiz bilan rekka chiqib hayotda qishloqda balogir bo'la olmaysiz. Undan ko'ra birorta zvezdaga prank qilaylik. Kimga prank qilasan? Bobur Masurovga. Nima unaqa qilyapmiz? Bu Bobur Masurovning mashinasiga hali o'zi kelyapti. O'zi keladi, buni ko'rib shokka tushadi-ku. Shundan olamizda Instagramga emotsiyasini qo'yamiz. Qarabsizki, million prosmotr rekda deysiz. Yoshil. Ay, kelin mashinasi bo'lsa ham yomon qilibdi-da. Sinib ketganmi? Pravda mashinasi ekan-ku. Sani pranking deb sal qoldi 15 sutka kirib ketib qolaydi. Bu video rekka chiqishi uchun nima qilish kerak? Motivatorlik qilaylik. Hozir motivatorlarni sizku. Qarang, Instagram sana deyapti, like bosing, comment yozing deb sizlarning qimmatli vaqtlaringni o'g'irlayapti. Ular o'zining manfaatli yo'lida necha yillik o'ylab chiqilgan strategiya bu. Sizlar qo'lsizlar. Agar shu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bu videoga like kam rekka chiqmadi. Nima qilsak rekka chiqamiz-a? Ona, menda zo'r ideya bor. Az podpischiklar, agar mana shu video 100 mingta like yig'sa, ona sochini kalga olamiz. Rekka chiqadimi? Olamiz. Davay, Raftem. Mujik kasal, mujik zdeli aziz podpischiklar. Agar mana shu videomizda 100 ming like yig'sa, hech qaysi balogir qilmagan ish qilamiz. Nima qilamiz? Moshinda Rossiyagacha zadnida ketamiz. Yomg'irda yayrashib aysalar